Bu psix zarbaga to'g'ridan-to'g'ri yurib bormoqda. U himoyani unutgan va shu ishi bilan moldoviyalik xalqni qo'rqitish umidida. Janggacha esa Kunchilaban o'zi bu raqibni 2 marta qo'rqitishga uringandi. Jangning ilk 30-sekundidayoq Ion ketmaga zarbalar bilan hujum boshladi, ammo Qoravoy hatto qo'rqmadi ham. Birinchi raundning so'ngida Ion charchadi va juda sekin bo'lib qoldi. Qoravoy esa uni kaltaklab boshladi va hakamlarning qarori bilan g'olib bo'ldi. 8 yildan so'ng karyerasida bitta muddatdan oldin mag'lub bo'lgan Qoravoy Jared Dog'istonlik fransuz Nasriddin Imomovga qarshi jangga chiqdi. 40 yoshli amerikalik yaxshi yosh raqibni ezg'ilab boshlagandi. Yosh baribir ko'p narsani hal qiladi. Nasriddin qariyani charchatib ustunlik qila boshladi. O'ng kontur panj zarbasi bilan qariyani raqsga tushirdi va uni tugatish uchun uni quvalab urdi. Oxirgi chap zarbadan so'ng hakam jangni to'xtatdi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Profilda bundan-da qiziq videolar bor.